Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Endilikda EcoMax tuningda injektor yuvish xizmati yo'lga qo'yildi. Bemalol kelarasizlar, ko'rishingiz mumkin. Injektor apparati, kazoni. Injektorlarni bemalol tozalatib, zaranglatib berasizlar. EcoMax tuningda undan tashqari boshqa xizmatlar ham bor. Motopilot ishlami, boshqa narsami? Injektor tozalashni qachon bo'lib tursa bor? Injektor tozalash xudo xohlasa siz oldindan geçerek 80 ming so'm istadim. 80 ming so'm. Bu yerda injektor tozalashdan boshqa yangi xizmatlar bor. Bir de injektordan tozalashdan boshqa xudo xohlasa programma ishlari bor, tuning xizmatlari bor, elektrik xizmatlari bor. Keyin mendan bitmasa ham boshqa motorist xizmatlari bor. Zapchastlar hammasi shu yerda xudo xohlasa kelaverasizlar bemalol qo'rqmang. Boshqa joyga yugurtirib o'tirmaymiz, hammasi biz yerdan bitadi, kelaverasizlar. Mashina neri buzilsa ham bemalol kelasizlar. Xudo xolasa shu yerda ishlaydigan bitadi do'stlar. Motor, hadovoy sistemasi bo'yicha elektrik programmangiz hammasi shu yerda bor. Zapchastlardan даже shu yerda tafsilotlar bor. Taqsimini bozorga borib kelishchi. Kalla qatirmisizlar, shu yerga kelasizlar. Hamma problemalar shu yerda hal bo'ladi. Sizlar hozir adresni ko'rsataman. Adres do'stlar, Hazarasubda Bog'eram to'yxonaning to'g'risida bo'ladi. Görüşünüz mümkün. Yine boxta motor hadovoy. Bu yerda yine programma, injektor tozalash, elektrik xizmatlari ko'rsatiladi do'stlar. Bu yan tarafimizda zapchast do'kon bor. Bemalol kelsangizlar hamma problemalarimiz hal bo'ladi shu yerda. Esa kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kanalimizda yangi bo'lsangizlar, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar.